alaykum. Dastavkadaman, keluvdim. Muncha kech qoldingiz. O'tiribkada. Siz? O, assalomu. Mana odamga o'zlariga o'xshagan biznesmen kuyo yoqadi. Amman akanda o'sha. 3-4 bizneslarim bor. Soqqan yuramiz-da. O'sha to'rtta bizneslaringizdan biri shumi? Ay yo'q, siz menimcha zerikkaningizdan chiqqan bo'lsangiz kerak-a. Siz soqqani soqqaganmi? Tangani tangaga uratgansizda ya. Adam mashina sovg'a qiluvdi. Haydashga pravam yo'q. Meni ham 5-6 ta mashinam bor. Arendaga berib qo'yganman, bekor yotmasin deb. Pul topadi-da. Hamma mashinangizni arendaga berib borib, peshkom dastavka qilyapsizmi? Sayohat qilish hobbiyim. Oyiga 2-3 marta chetga chiqib kelmasam, umuman tura olmayman nima gap. Rostdan ham sayohat qilish hobbingiz ekan. Kuniga 15 ta mahalla aylanasizmi? Yig'ata, kiyinish juda ham yaxshi ko'raman. Loro Piano, Stefano Ricci bular meni stilimda. Rostdan ham kiyinish yorvorar ekansiz. Sizdagilar ham yoyma piano, optim Ricci'lardan bo'lsa kerak-a. Chorsi. Xullas Diyoraxon Damasga metan qo'yganda bir-birimizga mos ekanmiz. Endi bu yog'iga adajon bitta had deb borsalar to'yda. Qarochi, sizga bitta gap. Odam o'zligidan hech qachon uyalishi kerak emas. Tengi bilan, tezak qopi bilan. Ejora, bir gap sotib o'tiribsiz. Mazkin yankalikka pul to'layapman. Gap sotish uchun emas. Boring, bola yig'layapti. Pampiyasni almashtiring. Xo'p bo'ladi hozir. Ishni olyapti, tizzasi yirtiqqa kulibdi-yu.